Assalomu alaykum do'stlar, mana bugun bitta qadrdonni mashinasi. Xo'p, bunda bo'layotgan muammo tarafda zavod bo'lmayapti. Shuni bir ko'ring deb tashlab ketgan. Men sahar sal havo sal-pal sovuqroq. Shunga buni ko'rgani ataylardan nima qilgani keyin et tarafda bosib ko'ramiz buni. Ya'ni yuguzib, mana o'sha akkumulyatorlari ham bosib ko'rgan. Akkumulyatorimiz yangi shekilli et taraf yurmayapti edi. Bosib ko'ramiz buni. Hozir bir-ikki chig'irlatamiz. Yurmasa, onaqa qo'ydim. Akkumulyatordan ham bo'lishi mumkin deyapti manaqa. Testerda nimasini o'chkab ko'ramiz. Puskoviy momentini. Yine mashina yangi motor bo'lgan, gazli yurobga qilindi. Qizigandan keyin yaxshi yuryapti. Hozir qani bir bosib ko'ramiz. Allohim, seksidani gazlari kelyapti, ko'ramiz birinchi. Bismillah. Menimcha tushungan deyman sal-pal. Ne gazni berib olib turib, shu gaz nazlimda ko'pman. Eshitayotgan bo'lsa yana ko'p. Buni qo'lni gaz berib olib turib bitta bosib ko'ramiz. Endi maloni vozdukda sal endi syomka bo'lmay turadi, vozdukda bosib ko'ramiz. Shunaqa holat. Hop, puskoviy momentini ko'ramiz. Примерно buniki 250. 250 SSA berish kerak. Hozir video pauza qilib, zakotga qilaman. Qaranglar, do'stlar, mana unda mana puskoviy momentini 12 volt 35 amper 330 SSA deyapti. Endi deb yozilyapti. Ashuna puskoviy kuchi berish kerak. Buni tekshiramiz mana. Bu ko'rinmayapti. Hozir ko'rinadi. SSA deb turib 300 mini beraylik, farqi yo'q bari. 40 amper berib beraylik примерно. 100% sog'. 310 bo'lsa, mayda 330 beryapti. 312 volt 68% zaryadi bor, 100% sog' deyapti. 9 ichi qarshilik. Ya'ni menimcha akkumulyatorda muammo yo'q bu yerda. 99%. Hozir bu yoqlarni ham ko'ramiz yana. Qaranglar. Buni gazi mayda kattaroq edi ekan. Endi gazni sal qisdim. Gazni posh etadi. Endi videoga tushmadimi? Hozir bosib ko'ramiz endi. Paketda ham ishlamagan shekilli.
bu qisasi yurdi do'stlar. Bu meni bilishimcha akkumulyator yaxshi chiqdi. Gaz ligirovkani hozir shunaqa holat bo'ldiki, mayda vozdux damaschilar bilan o'shini katta ochiq edi ekan. Keyin mana bitta ochganda vosh gaz ko'p edi ekan. Men nazlimda. Gazni qisdim, vozdukni ham ichiga yopdim, ashunga monand qilib bosuvdik, ko'rdinglar, yurdi. Mana shu gaz ligirovkada ham demak ish ko'p ekan. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Usta bolani kuzatishga davom eting.